Salom do'stlar, yaxshimisizlar? Mushu necha kundan beri bizni tillab, Janubga baza oshqini tushdinglar, sizlar zodi bu yerda nima ish qilmoqchi, pulni qo'ymoqchimi deyotgan do'stlar, tuyuqsiz yo'qolib ketib qoldinglar-ku. Qiynasizlar, nakatdinglar. Sizlarning mush tillishinglarda, bizni mush haqorat qilishinglarda biz nurg'unlig'a, iqimlarga erishdik. Shunga mushu tillashni bo'lsa davomlashtirishinglarni chin ko'nglimizda umid qilamiz. Mana men hozir Qashqar diyoridagi Hepka jomasining oldida turib xabar beryapman. Bizden kelarki bekitimiz bo'lsa yakan. Biz yakanda do'stlar bilan uchrashimiz. Ya'ni bizning eng ko'zir bo'lgan mahsulotimiz Vivanite mahsuloti. Vivanite degan nim degan gap desa, men uni Yoshsun bu oqshom deb ism qo'yib qo'ysam, "Obay bir do'stimiz nima degan chiroyli ism bu" debdi. Bu faqat ismiga emas, jismiga loyiq mahsulot. Unda da biz bilan hamkorlashishni xohlaydigan do'stlarni biz yakanda kutamiz do'stlar. Yakandan keyingi yana bir bekitimiz bo'lsa Qog'liq. Qog'liqdagi yakandagi do'stlar shashtiringlar. Bir necha kundan keyin biz diyoringlarga unimiz. Ay qilmanglar.